Yo'qolgan bloklar xatoligi. Nights nomli kanalda joylangan ko'plab videolardan eng birinchi video. Kanal profili bo'sh bo'lib, u yerda hech qanday banner avatarka yo'q. Va faqatgina quyidagi 8 ta video. Ammo bu videolar normal emas. Videolarda o'yinchini ta'qib qilayotgan, yo'q bo'lib ketayotgan Minecraft dunyosini ko'rishimiz mumkin. O'zida ko'plab sirlarni yashirgan dunyo va internet ko'rgan eng g'alati hikoyalardan biri. Buni yechishning yagona yo'li esa birinchi videoni ko'rish. Video boshlanishida biz oddiy olamda yashayotgan o'yinchini ko'rishimiz mumkin. U bizga o'zining Minecraft dunyosini ko'rsatmoqda. Agar biz bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, u yerda qasrni ko'rishimiz mumkin. Keyin biz g'alati narsani ko'rishimiz mumkin. Bir qarashda ko'zga tashlanmas, lekin yaxshiroq qarasak, uzoqda biz faqatgina bitta bargga ega bo'lgan daraxtni ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, biz buni o'yinchi qilmagan deya olmaymiz, lekin bu baribir juda g'alati. Ustiga ustak barcha daraxtlar normal holatda turibdi, ammo bu barcha eng g'alati narsalarning faqatgina boshlanishi. O'yinchimiz yurishda davom etadi va u birdaniga buni ko'rib qoladi. Bo'shliqqa ulangan yo'qolgan chunk. Hatto bedrock qatlami ham mavjud emas. Ammo shu g'alatilikka qaramay, bizning o'yinchimiz daraxtni chopishda davom etadi. Lekin u faqatgina tagi qolgan daraxtlarni chopyapti. Nega? Nega endi butunlay daraxtni o'zini emas? O'yinchi pastga tushishga qaror qiladi. Menimcha, lekin qo'rqqanidan bo'lsa kerak, yana yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Va u o'z joyiga qaytganda, mana shu yerda yana bir chunkning yo'qolishini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan video tugaydi. Bu bo'shliq avval bu yerda bo'lmagan, u shunchaki paydo bo'lib qolishi noma'lum va o'yinchimiz ham juda ham qo'rqqan. Xo'sh, unda kim yoki nima bularni uyushtirdi? Qanday qilib chunklar o'z-o'zidan g'oyib bo'lishi mumkin? Biroq videoda men boshroqda aytmagan yana biroz ko'zdan kechirish kerak bo'lgan narsalar mavjud. Birinchisi, u uyiga qaytayotganda bu yerda ikkita daraxtning o'rtasidagi blokni yo'qolib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerning o'rtasidagi daraxt mavjud emas. Lekin o'yinchimizning bunga reaksiyasi shunchaki u invertordan yana bir daraxt bo'lagini olib shunchaki uni o'rnatib qo'ydi. Bu qanday qilib bo'lishi mumkin? Axir bir dona blokning yo'qolishi. Ikkinchi g'alati narsa esa bu yerda barcha ko'rgan chuqurlarimizda bedrock mavjud emas. Dunyoning eng pastki qatlamida bedrock mavjud emas. Ammo bizda videoning tavsifida mavjud qoldirilgan bir qancha narsalar mavjud. G'alati g'oyib bo'lgan bloklar mening hamda Dennining dunyosida. Va men emasman bu nimadir sodir bo'lganiga. Ammo o'ylaymanki, bu yerda qo'yganimni kimdir ko'radi. Mason Knight 77. Endi biz ushbu kanalni kim yuritishi haqida ma'lumotga egamiz. Mason. U ham bu yerda nimalar bo'layotganini bilmaydi. Va biz shuni ham bildikki, Denni ismli noma'lum bir inson tilga olindi. Biz hali ham biroq bilmaymiz nima sodir bo'layotgani va nega ushbu teshiklar bu yerda mavjudligi haqida biron bir ma'lumotga ega emasmiz. Lekin buning javobini topish uchun biz ikkinchi videoni ko'rishimiz kerak. Mason yana bir bor o'z uyidan tashqariga chiqadi va biz ko'rishimiz mumkinki, bu yerda yana ikkita yangi teshik paydo bo'lgan. Birinchisi burchakda va ikkinchisi qasrning yonida. Mason yurishda davom etdi. U hali ham bu chuqurlar qanday qilib paydo bo'lganini tushunmadi va menimcha biroz qo'rqdi. U yana bir bor teshikning ichiga qaradi. U yerda hali ham bedrock mavjud emas. Lekin birozdan keyin biz bu yerdagi daraxtni umuman barglari yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chunk yo'qolmagan, lekin qandaydir sababga ko'ra bu yerdagi barcha barglar to'kilib ketgan. Xuddi biz birinchi qismda ko'rganimiz kabi. Teshiklardagi bloklar umuman yo'q bo'lib qolyapti. Sekinlik bilan ushbu dunyodan ko'proq va ko'proq bloklar yo'qolishni boshlayapti. Mason esa bu dunyoda tuzoqqa tushgan. U qasrni yarmi yo'q bo'lib ketganini ko'rdi. U yerni sekin-astalik bilan tuzatishni boshladi. So'ng qasrni o'zini tuzatdi. Ko'proq material olish uchun o'z uyiga qaytib bordi. So'ngra qasrni to'laligicha bitkazib qo'ydi va u deyarli tugatganida bunga ko'zi tushdi. Butunlay yo'qolgan yangi chuqurlik. U qasrni tuzatayotgan payt u yerda hech qanday chuqurlik yo'q edi. Video butunlay kesilmagan hamda u uyiga borib kelguncha bu yerda yap-yangi tuynik hosil bo'lib qolgan. Bularni bari Mason onlayn vaqtda sodir bo'lyapti. U nima bo'lganiga birozgina tushunmay qoldi. Keyinchalik u teshikni yamashga tushganda mana bu sodir bo'ldi. Mason atrofidagi barcha daraxtlarning barglari birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Bu dunyo Masonning ko'z oldida haqiqiy vaqtda sekinlik bilan yo'qolib bormoqda. Ammo nima uchun bularning barining ortida nima turibdi? Barcha yo'qolishlarning ortida va nima uchun bu sodir bo'lmoqda? Videoning tavsifida ham bizga ko'p ma'lumot berilmagan, shunchaki barcha ko'rganlarimiz. Lekin biz shuni bildikki, bu qasr Masonniki emas, bu Dennining qasri ekan. Biroq biz hali ham nima sodir bo'layotgani haqida aniq ma'lumotga ega emasmiz. Lekin 3-videoga qarasak, u biroz g'alatiroq.
Video boshlanishida biz dunyoga kirilayotgan ekranni ko'ramiz. Bundan tashqari bu yerda video kesilganga o'xshaydi. Chunki bu yerda allaqachon ko'plab buyumlar bilan biz tayyor holatda turibmiz. Bu dunyo aniq biroz vaqtgina o'ynalgan. Ushbu video Mason bizga ko'rsatgan dunyodan butunlay farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Butun videoda Mason shunchaki yuradi, faqatgina u oxirida qizil gulni ekib, osmonga qarashi bilan tugaydi. Ushbu videoni orqa fonida musiqa ham bor. C418 Danny. Video juda ham oddiy, lekin juda ham g'alati. Nega u aynan qizil gulni bu yerga ekib qo'ydi va nima uchun butunlay progressni bizga ko'rsatmadi? U butunlay tayyor narsalar bilan turganda. Balki u nargi dunyodan qochib shunchaki tinchlik uchun shu dunyoga o'tgandir. Musiqaning Danny deb nomlanishi nima ma'noni anglatadi? Ammo keyingi video butunlay teskari. Menimcha Mason Danny bilan o'ynagan dunyosiga qaytganga o'xshaydi. U uyning atrofidagi barcha daraxtlarning barglari yo'qolib bormoqda. Keyinchalik u yurib qo'yning va tovuqni o'ldira boshlaydi va oxirida u bizga juda ham katta bo'lgan chuqurni ko'rsatadi. Bu biz ko'rgan chuqurlar orasidagi eng kattasidir. Dunyoning yo'qolish progressi faqat tezlashib bormoqda. Keyinchalik u yuqoridagi barcha tovuqlarni birin-ketin o'ldira boshlaydi. So'ngra u yana bir changlarga ko'zi tushadi. Ushbu changlarda juda ham ko'p bo'lgan teshik bloklar mavjud. U sekinlik bilan uyiga qaytib boradi hamda zudlik bilan TNTni oladi. U yerdagi barcha changlarni birin-ketin portlata boshlaydi. U xuddiki yo'q bo'lib ketayotgan dunyosi bilan jang qilayotganga o'xshaydi. U TNTlar orqali dunyoni o'ziga zarar bermoqda. Keyinchalik u barcha TNTlarni birin-ketin portlatib bo'lganidan so'ng orqasidagi changni, qasrning yonidagi changni yo'qolib qolganini ko'rib qoladi. Xuddiki dunyo ham unga javob qaytarib jang qilayotganga o'xshaydi. Masonning invertorda qolgan oxirgi TNTlarni u teshikka tashlab yuboradi. So'ngra uyiga qaytib keladi. U avvalgidek uyining oldidagi barcha moblar bilan urusha boshlaydi. So'ngra Creeper uyini portlatadi va u yotog'iga qaytadi va uxlaydi. Bu albatta g'alaba emas, lekin Mason xuddi nimanidir o'zgartirgandek. Keyingi video birozgina boshqacharoq. Uning nomi ta'mirlash. Xuddi videoda aytilgandek, u faqatgina ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Menimcha u endi avvalgidek jahldor emas hamda u dunyoni yo'q qilishni ham xohlamaydi. U shunchaki barcha narsani qaytarmoqchi, so'ngra qasrni tuzatishni boshlaydi yarmini. U dunyosiga zarar yetgan narsalarni tiklamoqchi. U hattoki tavsifda ham buni yozib qoldirgan. Uning o'yinini nimadir yo'q qilib borayotgan bo'lsa ham u ularni asliga qaytarmoqchi. Balki bularning barchasi shunchaki to'xtab qolar. Mason qasrni tugatishni davom etadi va u narvondan sekinlik bilan pastga tushayotganda biz g'alati narsaga ko'zimiz tushadi. Bu yerdagi sandiq, uni Mason qo'ymagan edi. Balki videoni qirqqanda uni nima sababdan qo'yganini men tushunib yetolmadim va bu nima ramzni anglatishini ham bilmayman. Bu juda ham g'alati chunboq. Bu narsaga o'zim ham aniq amin emasman. Mason ushbu sandiqni ichiga nima qo'yganiga. Biz video qilishdan oldin Masonning invertori quyidagi holatda bo'lganligini ko'rishimiz mumkin screenshotda. Va keyinchalik esa u videoni qirqqanidan so'ng qasrni tuzatishga kirishadi va uning invertori quyidagicha. Xuddiki hamma narsa joyidadek. Albatta u toshni qasrni tugatishga ishlatgan, lekin yana bir ikki dona narsa g'oyib bo'lgan invertorida. Birinchisi sandiq va qizil gul. Eng g'alatisi bu gul. U gulni olganini biz yarim yo'lda ko'rdik hamda u qasrni tugatishga boshlagan va u videoni qirqqan joydan sandiqqa qo'yganiga ham butunlay amin emasmiz. To'g'risi bu joy qirqilganda u sandiqning ichida ham bizda asosiy fakt mavjud emas. Bu gul sandiqning ichida turganligi haqida. Balki u gulni shunchaki biron joyga ekib qo'ygan bo'lishi yoki biron bir sandiqlarga solib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. U dunyoda yana bir nechta kichik tuzatishlar va ta'mirlashlar qilib yotog'iga yotadi. Endi biz biroz tushunishga harakat qilsak, biz ko'rgan barcha videolarda dunyo ko'proq changlarni yo'qotib, birin-ketin yo'qolib borayotgan edi. U avval nima bo'lganiga tushunmadi, keyin qocha boshladi, so'ngra dunyo bilan kurashdi va ta'mirlay boshladi oxirida. Lekin eng qiziqarli narsalardan biri u Danny'ning qasrini ta'mirlagani. Lekin biz butun videolarda biz biron marta ham Danny'ni o'zini ko'rmadik. Biroq bo'layotgan voqealar hali ham juda ham tushunarsiz nimalar sodir bo'layotgani. Hattoki Masonning o'zi ham bu haqda biron narsa gapirgani yo'q. Shu sabab biz ushbu sirlarni ko'rishni davom etamiz. Ushbu videoning nomi Chegara, xuddi video tavsifida aytilgandek.
uyning va qasrning atrofida chegara paydo bo'ldi. Nima uchunligini bilmayman, ammo bu yomonlashishda davom etmoqda. Nima qilishni ham bilmayapman. Va biz ko'rdikki, bu chindan ham juda ham yomon. Butun hamda qasr uyni atrofini bo'shliq bilan o'ralgan tuynuklar o'rab olgan. Atrofdagi generatsiyalarning barchasi juda ham yaxshidek ko'rinishi mumkin, lekin keyinchalik Mason dunyoni atrofini aylanib chiqayotgan bo'ladi hamda Cobblestone bilan u sekin-astalik bilan pastga tushadi va juda ham g'alati narsaga ko'zi tushadi. U uzoqroq davom etish uchun chegaraning pastiga tushadi. Va qaraydigan bo'lsak, u yerda bir qancha tosh uyumlarni ko'rishimiz mumkin. Odatda ushbu bunaqa toshlar faqatgina o'yinchining qo'li bilan qo'yilgan holatda turishi mumkin. Balki yaqin atrofdagi suv hamda lava qo'shilganligi holatda ushbu narsa hosil bo'lgandi. Lekin ushbu narsaning natural ravishda spawn bo'lishi juda ham noyob holatda bo'ladi. Endi esa chegaraning ichidagi barcha daraxtlarning barglari mavjud emas va u o'rmonda aylanganicha tun tushadi. Ushbu g'alati ishlar sodir bo'layotgan barcha chegara aynan Masonning uyi hamda qasrning atrofida sodir bo'lmoqda. Men hali ham tushunmayapman, nega ushbu o'yinchi uzoqlarga ketmayapti va aynan mana shu yerda qolmoqda. Oddiy o'yinchi bu dunyoni saqlab shunchaki chiqib ketgan bo'lar edi. Uni o'rnidagi istalgan odam bu yerdagi barcha noto'g'ri nimalar sodir bo'layotganini tushunib, bu yerni tark etgan bo'lar edi. Nega aynan u o'z uyida qolishni tanlaganini hali ham tushunmayapman. Keyinchalik u o'z uyiga qaytganda, u yerda atrofdagi qasrning yarmi yo'q bo'lib qolganini ko'rdik. Mason o'z uyiga qaytadi hamda kravatni ustiga bosib uxlaydi va video shu joyida yakunlanadi. Vaziyat yanada yomonlashib bormoqda. Kundan kunga ko'proq bloklar g'oyib bo'lib bormoqda, tuynuklar esa ko'payyapti. Keyingi video bularni barini o'zgartirib yuboradi.